Tezroq kel, bo'lmasa men lavan yonida turibman. Aks holda o'z uyimda turib muzlab qolaman. Tezroq keling. Xo'p, xayr. Salom hammaga. Sizlar bilan men Kompot. Bugun bizning qishlog'imiz juda ham sovib ketgan. Sovuq. Juda ham sovuq. Hattoki men lava yoqishga majbur bo'lyapman. Hozir men uyimga bu yerlariga hamma tarafiga yopish uchun yaxshi penoplast chaqiryapman. Penoplast issiqlikni saqlash uchun. Tushunasizmi? Voy, jetil qalaysan. Kompot, salom. Sen ham juda ham muzlab ketyapsanmi, Kompot? Ha, men ham muzlab ketyapman. Hamma tarafim muzlab ketyapti, qaltirab turib. Biz ham muzlab ketyapmiz, nima qilsa ekan? Hozir men penoplast chaqirdim. Penoplast bu issiqlikni saqlovchi narsa. Ha, men eshitgandim penoplast haqida. Men hozir uyimga chaqiraman-da, hamma tarafini shunday qilib yopaman. Keyin esa yaxshigina sovuq bo'ladi. Men uyimning ishlariga ham yopaman. Xayr, jetil. Ha, men penoplast bilan yopmasam, hamma tarafim sovib ketdi. Qarang, sizlarda ham sovuq bo'lyaptimi? Bizda yomg'ir, qor yog'di, lekin tashqarida hech nima yo'q. Qorlar erib ketdi-da, bo'lmasa sizlarga tashqarida yoqqan juda ham oppoq qorlarni ko'rsatdim. Aks holda sizlarda yomg'ir yoqdimi? Kommentariyaga yozib ketingchi, qancha yomg'ir yoqdi, ko'p yoqdimi, kam yoqdimi? Men bu sandiqdan telefonimni qo'yaman-da, hozir bu yerga boltani olaman. Men uyimga penoplast tayyorlashim uchun bu yerlarni ham chopishim kerak. Bu yerlarga juda ham ajoyib qilib tayyorlaymiz, chunki kunlar sovib ketyapti. Endi bundan keyin juda ham ko'p qor yog'adi. Qorlar juda ham ko'p bo'ladi. Qarang, kommentariyaga yozing, sizlarda ham qor yoqdimi? Yoqqanmizda qancha yoqdi yoki yomg'ir yoqdimi? Sovuq qanday o'tkazyapsizlar yozing. Men ungacha uylarni boltalab turaman. Bu yerlarni olib tashladim. Penoplast juda ham ajoyib narsa bo'ladi. Tag'in bu usullar mening ustimga tushib ketmasin tag'in. Bu yerni ham chopaylik. Bu sandiqni qarang axir. Buni ichida nimalar bor ekan? Hozir buni bilamizda. Qani ochaylik. What the heck? Bu olmalarni qarang, qanchalik rang-barang olmalar. Voy, bu yerda kofe mashinasi. Kofe mashinasi bu yerda nima qilyapti? Kofe. Issiqda kofe juda ham ajoyib ketadi. Buni qachon qo'ygan ekanman? Eslay bu sandiqni qachon qo'ygan ekanman? Qani bir olib ko'raylikchi, buni nimalar tayyorlasa bo'lar ekan? Kofe mashinasi bu yerda bo'layotgan bo'lsa, demak aniq qishga bironta tayyorgarlik bo'lgan rangli olmalar. Hozir bu yerga kompyuterni olib kofe mashinasini shu yerga qo'yamiz. Yo'q, bu oddiy kofe mashinasi, hech qanday buning afzallik yoki biron narsa jihatlari yo'q, tushunarli yo'q. Xo'sh, hozir bu yerdan olmalarni yeylikchi. Voy, men o'zimni g'alati his qilyapman. Menda nimadir o'zgarish sodir bo'lyapti. Voy, men kuchli bo'lyapman, yanada kuchli bo'lyapman. Kuchlilik berar ekan bu olma. Sizlarda ham bunaqa olma bo'lganmi? Sizlarda qanaqa rangli mevalar bo'lgan? Bu yerda ham sandiq yo'q. Voy, bu yerda ham sandiq. Yana bitta sandiq. Yana sandiqlar. What the heck? Sandiqlar bu yerda nima qilyapti axir? Nechta sandiq borligini sanayapsizlarmi? Nechta sandiq borligini kommentariyga yozib qoldiringchi agar. Nechta sandiq chiqsa bu yerdagi ichidan hamma narsani topa olishimiz. Bu yerni ham ko'raylikchi. Voy, mening uyim to'la sandiq. Qanaqasi bu axir? Qanaqa beodoblik? Mening uyimga sandiqlarni kim qo'ydi? Jitillar qo'ydimi ekan? Tez bu yerlarni yashiraylik. Hozir politsiya kelib qolsa, sandiqlarning ichidan bir narsa chiqib qolsa, meni qamab qo'yishlari mumkin. Politsiya qishlog'imizda politsiya yo'q, hali pozitsiyani nazoratga olinmadi. Endi qishloq meri kelib qolsa, hamma narsani olib qo'yishi mumkin. Xo'sh, buning ishlarini bir tekshirib chiqishimiz kerak. Hammasida rangli olma yo'qdir. Bu yerlarni ham yopaylikchi. Hech qayerdan. Xo'sh, orqa tarafdan sandiqlar hech qachon bilinmagan. Men hattoki bu sandiqlarni qachon qo'yganimni ham bilmayman. Tushunyapsizlarmi? Bilmayman. Buni ishlarini tekshiraman hozir. Qani buning ichida nimadir bor ekan? Buning ustida-chi? Xo'sh, buning ichida zumradlar, olmoslar. Voy, bomba ham bor ekan. Voy, bombani kim qo'ydi ekan? Bombani Greyfer qo'ydimi ekan? Mening uyimga sandiqlarni Greyfer qo'ydimi ekan? Bu yerdan olsa, keyin bombalarni faollashtirsa bizni qishlog'imizda. Voy, Kompot, bomba haqida gapiryapsanmi, Kompot? Ha, mening bu sandiqlar ichidan bomba chiqib kelyapti. Kompot, bu sandiqlarni axir Greyfer qo'ygan bo'lsa kerak. Greyfer bo'lishi mumkin. Bu sandiqlarni qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin bu sandiqlarni kim qo'yganini men hech qachon bilmayman. Mening uyimga kirib kim qo'yishi mumkin? Hozir sen bilmaysanmi Greyfer qo'yganligini? Yo'q, men bilmayman. Bomba chiqqan bo'lsa, balki sening g'araz niyating bordir. Men qanaqasiga axir shuncha paytdan beri yashab kelaman. Qishloqqa hech qachon xiyonat qilmayman men. Greyfer, jetel, tushunyapsizmi? Ha, yaxshi, buning ichida ham bomba bor. Yo'q, sen qishlog'imizni vayron qilmoqchisan. Qani, voy, bu yerdagi bombalarni qarang, hozir olamizda. Buni nimaligini bir tekshirishimiz kerak, lekin men hech qachon bunday ish qilish niyatim yo'q bo'lgan. Jetal.
Ha, kompot senga ishonaman. Sen chunki ancha vaqtlardan beri Birga yashaymiz. Men qanaqasiga men qishlog'imni vayron qilishim mumkin? Jetel, kallang bormi? Qanaqa gaplarni gapiryapsan axir? ha, to'g'ri, lekin kompot senga men ishonaman. Hozir buni kim qo'yganini topamiz. Hozir bu bomba qanaqa kuchda ekanligini sinab ko'rishimiz kerak. Hozir Greffer bo'yinlarga bomba qo'yib ketgan bo'lsa, endi bu sandiqni ichini ko'raylikchi. Mototsikl. Voy, kichkina qumli mototsikl bor ekan. Qumli mototsikl bu qanaqa bo'lar ekan? Hozir bilamiz-da, qani chekkan salgina chekkan o'tirib turchim, men hozir borib mototsiklda borib TNTlarni portlatib kelaman. Qanchalik kuchli ekanligini bilishimiz kerak TNTlarni. Hozir mototsiklni bu yerga qo'yamiz. Voy, ajoyib mototsikl ekan lekin kim bo'lsa ham juda ham zo'r ish qilgan ekan. Hozir men bu yerdagi TNTlarni portlatib kelish uchun men ketyapman. Agar portlatib kelsa juda ham ajoyib bo'lar edi. Xo'sh, bu yerga kuchini ko'ramiz. Hozir buni yoqamiz. Qani chekkaroq qochamiz. Menga hech nima bo'lib qolmasligi uchun chekkaroq qochamiz. Voy. Hech nima bo'lmadi-ku axir. Hozir buni shuni qo'yamiz. Hozir buni ham yoqamiz. KV deb yozilgan ekan. KV nimaligini topganlar, Allohga respekt. Voy. Bunga ham hech nima qilmadi. Voy, bu yerda tunnel bor ekan. Yo'q, yer osti yo'li g'or ajoyib. Xo'sh, qishlog'imiz tagida Katta ulkan g'or bor ekan. Xo'sh, bu yerga hozir kiramiz. Hozircha qatib borib sandiqlarni nimadir qilishimiz kerak. Sandiqlarni kimdir o'g'irlab ketmasligi uchun ichida olmos chiqib qolsa, agar boylik chiqib qolsa, hozirgi zumratdek mana 15 zumrat ko'ryapsizlarmi? Bu yerda chiqqan mototsikl 10 zo'rmi yurdi mototsikl. Kimlar mening olmoslarimni olib qo'ymagan bo'lsa, ajoyib bo'lar edi. Hoy, kompot bo'pti. Hay, to'xta, nima qilyapsan? Hoy, kompot, men ishim bor, ketdi, rozi bo'l olmasga. Hay, to'xta, yaramas, mening olmosimku bu axir, olmasligimku. Voy, bu mening hamma narsamni o'g'irlab ketdi menimcha. Yo'q, hozircha hamma narsa joyida turdi. Men bu yerda ochilmaganligini mana bu yerda, voy, bu yerda qon izimi? Voy, ushlagichning chetida qonga o'xshagan narsa bor ekan. Bularda yo'q, bunda bor, bunda esa yo'q. Bunda hozir borini bitta ochib ko'rakchi, bu boshqacha belgini. Bular dildirar ekan. Voy. Bu yerda skeletning rasmi bormi ekan? Skelet. Voy, skelet. Bu nimasi axir? Nima? Skelet. Bu yerda qurol ham bor ekan. Qurol qani bitta otib ko'raychi, o'q chiqadimi ekan o'zi? Yo'q. To'xta. Hozir yer keladi bu bizga. Qayda boradi? To'xta. Voy, bu tashlab borish kerak. O'zidan o'zi otilib ketarmikan? Bu yerda skelet chiqyapti. Sanaqning ichida bu qurol juda ham landavor qurol ekan. Bu mening o'zidan o'zi otilib ketadi. Men axir bosganim yo'q-ku buni. Voy, to'xtang. Hozir bu yerda nimadir. Buning ichida nima bor ekan? Skelet. Xo'sh, buni olib ko'raychi, bunda nima bor ekan? Voy, buni hozir ishlatib ko'ramiz. Bu maskaga o'xshaydi. Maska. Jennerson, bu narsa hozir buni men yecholmayapman. Yetishim kerak hozir. Xudoga shukr. Ajoyib. Bu maskani ham tashlaymiz. Bu yaramas maska ekan. Bilingandan keyin nafas yetmay qolyapti. Xo'sh, buni ko'rdik. Xo'sh, boshqalarni ham ochib ko'rishimiz kerak. Boshqalarning ichida nima borligini bilishimiz kerak. Xo'sh, bu ham nimalar bor ekan, qani ko'raychi. Yo'q, bu yerda jetil odamning jasadi bor ekan. Xo'sh, bularni sindirib tashlaymiz. Yo'q. Bu suyaklarni qarang. Men bu narsalarga chidolmayman. Axir bularni kim qo'ygan bo'lsa ham tez olib ketish kerak. Buni ham bitta ko'rikchi. Bu yerda Rose bir atirgul bor ekan. Voy, bu yerda buni bitta ishlatib ko'rsak bum. Yo'q. Menga nima bo'ldi? Buni qarang. Nimadir? Hech nimani men sezmayapman. Portladimi? Voy, bu mening uyimning yer ostimi? Yo'q, bu portlagan. Tez tepaga chiqib nima bo'lganini bilishimiz kerak. Meni sanaqlarim qayerda qoldi? O'zimning ichida pullar bor edi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Xo'sh, bu yerda meva sabzavotlarni olishimiz kerak. Bizning qornimiz ochib kelsa, bundan foydalanamiz. Voy, mening uyim buzilib ketdimi? Axir men uyim kichkina uyim edi. Nimasi bu?
uyim buzilib ketdi-ku. Endi nima qilamiz ekan? Oy, salom Kompot. Sizmi Kompot deganlari? Ha, sen kimsan? Sen o'sha mashhur mening sandiqlarimni portlatgan odammisan? Yo'q, men sizga panel olib keldim. Gipsokartonlik panel. Uyingizni buyurtma bergan edingiz-ku, ana shu endi men yetib keldim. Oy ahmoq, endi yetib kelasan, ertaroq kelsin. Mayli, bu yerda shuncha ishlar oqirlar, hamma taraflari portlab ketdi uyimning. Biz endi yana noldan qilishimiz kerak uyimni. Voy, mening ko'zlarimni qarang. Voy, hamma taraf o'zi kichkina bir uyim bor edi, shuni ham portlatib qo'ydik. Endi qanday sozlaymiz? Xo'p, hech qisi yo'q. Endi bu yerlarni sozlashga tushishimiz kerak hozir. Voy, menga nima bo'ldi? Qarang, kommentlarga yozing, nima bo'lganini taxmin qiling. Hozir bu yerga uyni qaytadan sozlaymiz. Sizning uyingiz necha qavatli? Qarang, mening uyim 1 qavatlik. Sizning uyingiz necha qavatligini yozib qoldiring kommentlariga. Obuna bo'ling, like bosing.